Assalomu alaykum. Bugun 13-dekabr qiraqda aqcha almashtirish ballari bilan tanishib o'tamiz. Qish keldi, sovuq boshlandi. Bir like'dan bosib qo'ysangizlar, sizlarga rublning ko'tarilganini ko'rsataman. Bu yoqda mana rubl 98,5 bo'lib qolibdir. Dollar 89.30. Bu yoqda bo'lsa Bank Aziya. Like'dan bosib qo'yingizlar. Sabr aqcha almashtirish. To'sqirda bank ko'rinmay qo'ydi. Bu yoqda bo'lsa Eko Islamic Bank. Hem ko'tarib o'xshab bu. Tinkadan negizi bugungi eng chong kurs bor 98,5 ke. Like bosib yana xat olganini unutmangizlar. Bugun kunimizlar berekali o'tsin.